Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men yanala Gretsiyaning Paros arlida. Bugun boshqa bir dengiz sohiliga kelib joylashdik. Ava shundaq yaxshi, go'zal manzara, ilmi yaxshi kitobni elib olibdikanman. Shunga bu yerda biroz o'qib beraman. Ya'ni Abdurahmon Qaharning Kechir meni nazokat nomli povesti. Davomı. Erkintay her kimning masliga kelgidek budruq, erkin cho'ng bo'lmoqda edi. Rahmiddin bobay, Salima momaylarmi balani har kuni bir ikki qitim qo'liga olatdi. Erkilitdi, so'yatdi. Bugunmi kechki tomoqdan keyin ular suv chechib pakiz supurilgan hovlida balani birdam erkiletib o'ynatib, andin uylarga kirib ketishdi. Quddus o'g'lini havoga beshidan halqitib tashlab o'ynatib atadi. Uning yeniga qochqumishlarni yuyib bo'lgan nazokat keldi. Erkintay, dada, meni so'yib qo'ydi. O'g'lim, dedi Quddusmi kulimsirab. Seni so'yib qo'yaymi, opangni-mi? Quddusning qo'lidagi bala sho'lgaylarini eqitib, opasiga talpingan edi. Quddus: "Ha, opamni da'vatamsan? Hozir seni so'yib qo'yay. Uyga kirganda opangni jumi", dedi. Shu so'zdan keyin Quddusmi, nazokatmi qaqoqlab kulib ketdi. Öz uyining derazasi oldida qilinayotgan bu gaplarni Gulgina anglab qolgan edi. Uning endi bundaq so'zlarni anglashga toqat qolmadi. Shu kuni kechini u yana uxlamay o'tkazdi-da, atsi do'stlarimni chaqiraman deb nazokatga uyini tozlatqizdi. Bozordan oladigan narsalarni o'zi berib akeldi. Kunni o'ltirgan chaqda Quddusni chaqirib: "Ata uyga mehmon keladi. Hozirlar tövenki boqqa berib, yaxshi olmalardan bir savat akilib beringmi", dedi. Quddus darhol otlanib boqqa mangdi. Gulginaning qalbini g'arita xiyollar chulg'ib oldi. U darvozadan beshini chiqarib ko'chaga qaraydi. Qarong'i tushib ketgachga yiroqdan birar qora gavda ko'rinsila, darrov uyga yenib kirib, oyoq tebishiga quloq soladi. Kecha oysiz edi. U qopqiyaman odamdek surlik ko'rinadi. Gulginaga vaqt nihoyat asta o'tib o'tgandek bilinmoqda edi. Gulgina shundoq toqatsizlanib turganda o'yliga Ahmad kirib keldi. Uning dal mushu chaqda kelishi Gulginani xushal qilgan bo'lsa-mu, lekin ansirash, vahima uni texmi chin chirmab oldi. Uzun o'tmay qarageri otni do'pirlatib, bir sevat olma elib Quddus yetib keldi. Baya mangadigan chaqda Gulginaning aytgan so'zdan uning ko'nglida paydo bo'lgan g'ashlik textar qolmagan edi. Sevatni yerga qo'yib, otni to'rikka bog'lab turishiga uyidan gudung'an ovoz anglandi. Gulgina bizning uyda o'xshaydi deb o'ylagan Quddus eshikni tortdi. Eshik ichidan iliqliq turadi. Uy ichidan nazokatning: "Qo'yvat meni, qo'yvat. Ana Quddus keldi", degan ovoz anglandi. Quddus g'azab bilan eshikni kuchab birla tortib, ilg'uni yo'lib oldi-da uyga kirdi va dong etib qoldi. Uyda Ahmad turadi. Choshlari chuvilgan, yuzlari totirib ketgan nazokat Quddusga o'zini otdi. "Qarang Quddus, buni boyvachchi menga zo'rlik qilib esilib." U o'pkidak yig'lab ketdi. Erkintaymi uyg'onib yig'lashga boshladi. Gulginami kirib keldi. "Ahmad boyvachchi", dedi Quddus Ahmadga qarab g'alaldab titrab. "Mening uyimga nimaga kirding?"
Hey, yalğan sözleme, dedi Ahmet nazaket qarab. Adam tepilmay, sana zorluq qılamdım. Özün Quddus yoqçaqdı ker demigenmedin? Men maşının bilen ne çıkırdım go? Uyey, tövbe qıldım, mao töhmetni. Şundaq degen bolsam öley. Quddus. Quddus nemi deyişini bilelmey qaldı. Qollары texmi qattiq titrab atatdı ve ahırda varqiradı. İşini ilgan kim? Yaş jenim turupdu. Rast gepni qılay. İşini qaysı arlıqda ilip alğanlığını bayqımay qapdı men. Men nemişki ilatdım. Qarang, Gülginahida mağa nemi töhmet bu? Gülginahidam kirib qaladı, işini elip alaylı demedin mi? Dedi Ahmet hürkirib. Tövbe qıldım, Xudayım, tövbe. Yalğanni mundaq muqamlaştırdı ekan ha? Etmaganmidim, Quddus. Bayısız baqqamаңadigan çağda etqinim rasm ekan. Hayvanның alası teshida, odamның alası ichida degan rast gap. Men Ahmetning bu uyga kirib ketib barganligini netçi ko'rgan, lekin mundaq ishlar bo'lar deb o'ylamabdim men. Jenim Gülginahida, endi sizmi töhmet qilib atamsiz? Özün mağa töhmet qilib atsan, uyatsız. Men sana töhmet qiladigan odammidim? Tövbe qildim. Mundaqmı nahaqçılıqni ko'rdi ekan kishi? Nazaket yaqsini tutib, jillilikda bo'g'ilib ketib baratdi. U qiqrab yig'layotgan balasiga muqarim edi. Uningga hayotning keragi yo'qdek. Bosh ko'tarib yurishmi mumkin emasdek bilindi. Ko'zlaridan yosh unchilari qaynayotgan buloqdek to'kiladi. Lekin hech kim uning yig'isiga qaragani yo'q. Quddusning quyuq qoshlari tiklashib, ko'zlari dahshatli yanmoqda edi. Uydagi bu dahshatli manzara va Gülginaning guvohligi Quddusning nazarida nazokatning intoyim pastkash, buzuq ekanligini to'liq dalillab turadi. Shunga uningda kuchli nafrat qo'zg'aldi. Hayvan bo'lsa-mu, mening yaxshiligimni bilatdi, deb varqiradi Quddus nazokatni yoqsidan elib. Seni mundaq rasvo ishni qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Quddusning og'zidan shu gapning chiqqanligiga nazokat hayron bo'lib ketib qoldi. Menga ishonmamsiz? dedi nazokat yosh to'lgan ko'zlarini mo'ltirladi. Mushu töhmetlarga ishondingizmi? Töhmet emish, o'l rasvo. Quddus uni kuch bilan ittiravdi. Nazokat o'ngda sig'ish qilib tushdi. Tur o'rningdan, deb qahri bilan varqirab uni tepdi Quddus. Uydan chiq. Nazokat o'milab kelib Quddusning oyog'ini quchoqladi va alamli ko'z yoshlarini to'kib yolvorishga boshladi. Quddus, jenim Quddus. Men meni nohaqdan xorlamang. Menga ishining sana ishinamdimi? Sening nomussizligingni ko'rib turib, sening badaningda tikanning borligini bilmabdi ekanman. Endi bildim. Quddus, jenim Quddus. Men meni nohaqdan xorlamang. Menga ishining sana ishinamdi men. Sening nomussizligingni ko'rib turib,
Senin bedeninde tikenning barligini bilmepti ekanman. Endi bildim. Quddusning bütün a'zoyi titrab, buğday o'ng chiroyi qaradab ketgan va o'zini qo'yadigan yer topolmay qolgan edi. Yo'q, mana ishining bu tökmet qaysi tilim bilan tushundiray. Quddus, unda qilma. Quddus oxirgi qitim qayta varqiradi. Öydün yo'qol. Nazokatmi yelinish altida Quddusqa oxirgi qitim qarab, uning ko'zlarida mehr muhabbatdan qilchimi asar qolmaganligini ko'rdi. Ahmad uydan allaqachon chiqib ketgan edi. Qapoqlari turilgan Gulginamu nazokatga qattiq varqiradi. Hey, nimaga qarab tursan? O'lgin keldimi ya? Mening hoylamda sendek buzuqlarga o'rin yo'q. Nazokatga hammadan ig'ir kelgani mushu bo'ldi. U alsirab ketgan odamdek daldanshib berib, bo'shikni yashdi. Balasini yo'gab ko'tirib, talog'i mangdi. Eshik tubiga kelganda Gulginaga bir olib qarab qo'ydi-da, chiqib ketdi. Quddus turgan o'rnida tamga yo'linib turib qoldi. Uningmi ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib atadi. Nazokat balasini bag'riga bosqinicha ko'ch kezmoqda edi. Nega boradi? Qayerda to'xtaydi? Uning manzilgohi bormi? O oyoqlarini boshqarish iqtidoridan qolgan, ko'z yoshlarini qo'rigan, qo'riqish ansirashmi untilgan. Naganda biror yerim odam uchrab qolmasa, ko'cha butunlay bo'sh va jimjit. O o'zini qozon kuyisidek qapqara ko'rindigan osmon bo'shlig'ida ketib borgandek his qiladi. U qayoqqa boradi? Bu yurishning cheki bormi? Buni bilmaydi. Ammo mengayotganligini sezadi. Mushundaq mengayversa, ko'chalarmi tugar, itizlar dalalarga chiqib qolar. Yo'llarni, zaminni mengib tugatgili bo'lamdi. U bir yerda yetishi, uxlashi, hech bo'lmaganda o'ltirishi, aram elishi kerak edi. To'g'rilarmi taraf-tarafdan chillayotqali ne gap? Lekin u hozir bularni o'ylamaydi. Kishi xarlansa, nohaq jazolansa, bo'xtonga uchirsa, mana shundoq junun holiga kelib qoladi. Aqli, zehni kesiladi. Jiroqdan bir yo'riqlik ko'rindi. U shu chaqdala o'zining intayin herib, alsirab ketganligini bildi. Uningda bir umid paydo bo'lib, yuragini qamallab olgan. Töviga yetkili bo'lmaydigan xiyollar uzildi. U bir besib, ikki besib yo'riq ko'ringan yerga yetib keldi. Bu bir navoiyxona edi. Xira yo'rg'an derazadan do'kon ichiga qaradi. To'nurning supsida oppoq soqolliq bir bovay yukinib o'ltiradi. Ehtimol namoz o'qiyotsa kerak. Nazokat bovayning namoz o'qib bo'lishini saqlab turdi. Shamol shivirlaydi. Jiroqlarda ish tavshiydi. Yer ostidan g'alitili ovozlar kelganda qiladi. Bir chaqda bovay o'rnidan turdi. Nazokat eshikni ichib do'kon ichiga kirdi. Bovay kechida kirgan bola ko'tarib olgan ayolni ko'rib cho'chib ketdi va ko'zlariga ishonmay turib qoldi. Nazokat sahrodagi tuqqanining uyiga mang'anligini, lekin tenab ketib kechiga qolganligini aytib berdi. Bovay qapqara yo'g'an cho'ginni to'nirga selib bir damdala choy qaynatdi, lekin Nazokat bir yutumni ichmadi. Esa deb yig'laverdi. Nazokat bovayning hozirlab bergan o'rnida bolasini yeniga elib yotdi. Ammo uyqusi kelmadi.
O hamon bo'lib o'tgan ishlarni, uningdan ilgirki ishlarni, Gülgenaning mushu yaqindan beri qiricha yenicha tegadigan bo'lib qolganliklarini o'ylaydi. Bo'libmi bugungi g'alati ishlarga hayron bo'ladi va ishongisi kelmaydi. Tong etish bilanla u boboyga rahmat aytib, bolasini bag'riga bosqinicha do'kondan chiqib ketdi. Uning nishonsiz safari yana boshlandi. Attiganlik choy vaqtida u shaharning sirtidagi bir yeziga yetib chiqdi. Yezining chetida g'o'rliq g'o'ylining oldidagi eriq yoqisida kak soqol bir boboy o'ltiradi. Nazokat yaqin kelib boboyga sapselib bir qardida o'tib ketdi. Boboy uningga ish og'irtib qoldimi yoki mundaqla so'rab baqisi keldimi? To'xtang qizim, nega borasiz? dedi. Nazokat to'xtab kayniga asta burildi. Hech nega. Ko'pni ko'rgan boboy Nazokatning yosh yuqi ko'zlariga, so'lashgan chiroyiga sinchilab qardida beshini langshitib qo'yib. Jafo chekib qopsiz qizim. Boradigan yeringiz bormi? deb so'radi yana. Boboyning siliq yumshoq gaplari Nazokatning ko'nglini buzdi ehtimolim, ikki ko'ziga liqqida yosh keldi. Nega berishni bilmayman. O shundoq dedi-da, yana mangdi. Undaqda to'xtang qizim. Uyimda siz qo'ring'udak hech kim yo'q. Bir talla qiz navram bor. Sel oldiga engishgan bu muloyim boboy Nazokatning ko'ziga issiq ko'rindi-da, turib qoldi. Yuring, uyga kiring qizim. Nazokat boboyning kaynidan tortinib mengib o'yliga kirdi. 9-10 yoshlar chamisidagi chochlari paq-paq bo'lib ketgan bir qiz yozliq o'choqqa o'tqalab o'ltiradi. Qiz Nazokatga bir narsadan urkigan to'shqandek bo'jiyib qarab qoldi. Boboy navrisiga: "Adolat, sana hadiya keldim. Qo'lidan balini ol qizim", dedi u Nazokatni uyga boshlab etib. Nazokat uyga kirib, tapsida o'ltirgandan keyin o'pkisi o'rilib, ko'z yoshlarini to'xtatib ololmay qoldi. Quchoqdagi bolasimi uyg'onib ketdi. Lekin boboy uning nemishqa ko'z yosh qilayotganligini so'ramadi. So'ramasimi, to'xtamay to'kilayotgan yoshning ochiq alam, hasratli qismatning belgisi ekanligini tushungan edi. Çaydan keyin boboy navrisiga mundaq dedi: "Adang herib ketibdi. Birdam orom ilib olsin. Sen balani o'yintib kir qizim. Qo'lim qo'shnilar so'rasa, bobomning inisining jiroqdagi qizi keldi deb qo'ygan." Adolat Erkintayni ko'tirib talaga chiqib ketdi. Davamlaştıraylı. 6. Nazokatga mushu mehribon boboy boshpanoh bo'ldi. U ota, Nazokat bola bo'lib, mushu bog'liq qo'yiladi qoldi. Nazokat beshidan o'tgan kashkallarni, esini bilgandan tortib toki Erkintayni ko'tirib, tenab, tamtirab bu yerga kelib qolg'uchi bo'lgan hamma ishlarni boboyga qoldirmay so'zlab berdi. Shuning bilan uning ish qorni bo'shab, dard alamlari yeniklab qolgandek bo'ldi. Boboyning so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, uning dardimi Nazokatdan qilishmaydi ekan. Boboy umrida bir talla o'g'il topgan va uni bor yo'qiga qaramay o'qitgan. O'g'li 5-sinfni tugatgan yili ayoli o'lib ketibdi ekan. Yalğız oğlumni o'gaylab, xorlab qo'yarmikin deb, u ikkinchi qitim o'ylanmay o'tgan. O'g'li o'qishlarini tugatib, o'qituvchilik qilgan. O'g'li o'ylanib,
adalet әмділа 2 yaşdan aşqan çağda, yani 1937-yili Şingsay oğlunu tutup ketken ve türmede öldürüp etken. Kelini uzaq yili ölüp ketip, ulardan yaldamı bolup, muşu adalet qalğan. Buvay bilen adaletning kuni 50-60 tüp mevilik dərixi bar muşu bağ bilen ötedikken. Ayrıqlar. Buvay bilen adaletning kuni 50-60 tüp mevilik dərixi bar muşu bağ bilen ötedikken. Ança munça 30 yaş tereydikken. Buvay küzlük almalarını setip, şunun pulu bilen qishni chiqarib oladiken. Oğlu o'qib, apandichilik bilen dang chiqarib, oxiri bala qazaqi yo'liqqan bo'lsa-mu, buvay buningdan qo'rqib ketmay, navrisini o'qitib etibdi. Buvayning qiz bala nadonliqda qolsa, qanotsiz qushdak qorlinib qoladi deyishlari hozirmi qizlardan nini yaxshi apandilarning chiqqanligi. Mushu yezi maktabidala shundaqlardan bir ikkisining borligini maqtinib so'zlashlari nazokatga cho'nqur ta'sir qildi. Odam to'rilib yer ostiga kirib ketguncha ming bir qismatlarni ko'radi qizim, dedi Arshidin bobay. Bo'ldi, qo'ping, yig'lamang. Ko'p yig'a umrni qisqartadi. Bu 5 kunlik olam. Ömrimiz shuncha qisqa bo'lsa-mu, ko'radiganimiz ko'p. Nemishqa desingiz? Zaman takshi emas, balam. Odamlarning mengishimi takshi emas. Biri tuz yo'lda mangsa, biri qing'ir yo'lda mangadi. Bu ko'k osmonning tegida nima qismatlar bo'lmaydi deysiz? Erim chiroyliqdi, manga tuhmat qilganlarga ishinib ketdi deyatsiz. Shundaq bo'ladi. Hayron qolmang. Chiroyliq odamning beshini qoymoqtirdiganlar ko'p bo'ladi. Qoymoqtira olmasa, har xil hiyla mekrlarni qiladi. Tuhmat qilishmi? Shuning vajidan bo'lgandi. Umi bir kuni tushunib qoladi. Tushunmasa, bilmasa, bu ishning boshqalarga saboqi bo'ladi. Lekin nazokat qayg'urmayman desimi qayg'urib yuratdi. Buvay yo'q chaqlarda to'laroq kechalar yig'laydi. Yig'laydi-yu, yenida yotgan bolasini siylaydi. Asta so'yatdi. Ashu bola bilanla, ashu so'yish bilanla ko'nglidagi ma'yuslik, ochiq alam ko'tarilib ketadi. Ammo o'zini aldirabla osmondagi qushdek baxtlik hisoblab yurguniga o'kinadi. Çünkü turmuş yoluning agri to'qayligi amdila uningga o'zining ta'mini tetitmoqda edi. Nazokat sahar turib, o'yla aramni supurib, suv chachatdi. Gullarga suv qo'yatdi. Ondan sir sag'atdi. Nazokatning qo'li bilan Arshidin bovayning uyi, o'ylisi, beg'i husn topdi. U kelgandan beri bovayning ko'nglikining yoqisi kirib bo'lmadi. Adolatning chochlari pokiz yuyib taraldi. U atidan kashgacha hamma ishni ko'yib pishib qiladi. Kashda qo'li bo'shig'anda yana xiyolga cho'kadi. Ehtimal u odam izi kam tushgan heliqi tog'lar ichida Quddus bilan bir-biriga nikoh o'qigan paytlarini yoki o'nkirning oldida bir zix kavobni tang tortishib yegan chog'larini aslagandi. Ehtimal u qirda ichilgan heliqi bir jup gulni o'zlariga qiyos qilishgan mazgillarini va yoki texi dunyoga ko'z ochmagan bolasining o'g'il qizliqiga pal salganlarni o'ylagandi. Ehtimal u Quddusning qalandar suratiga kirib, bay qo'rosida osmondan tushgandek paydo bo'lgan va uni elib qochgan chog'larni
көз алдыға келтіргенді. Hazır o günler yok. Onun fakat asli misli kaldı. Deği kaldı. Yarısı kaldı. Yarısı kaymısa nemi çare? O ağrıydı, kıynaydı, azaplaydı. Aile əzaları tamaq vaxtıda jozğa yığılğanda Erkintay həmməylənin xoşallığı bolatdı. O kiçikkine qara közlerini pildirilitip kimge isilsa, telpinse şu onu kolga alatdı, söyetdi. Ama nazaket jozunun bir tarafının kemlikidin məyuslanatdı. Şunundan keyin o bekar vaxtını bovayının oğludan qalğan kitaplarını okuş bilen ötkazıdığan boldu. Ha, endi yaxşı dost tapdınız kızım, dedi Erşidin bovay bir günü xoşalı bolup. Kitap adamның zihnini açıdı, xiyalını tökütüdü, közünü roşanlaştırıdı. Bir günü Erkintay tuyuqsız ağırıp kaldı. Ağırğandı mı keçiç kızıp ot kavap bolup çıktı. Vahimge düşken nazaket balanın beşidin bir demmin yeri ketelmedi. Erkintayның ağırıqının eğirliqiga qarab, Erşidin bovay mı? Onun nevresi adalet mi? Qattiq qayg'urmaqda edi. Keçidin beri bala köz aşma yatatdı. Ettigen teviptin əkelgen doğrular mı? Kar qılmay vatatdı. Köz qarçuqum, ümidim, deydi nazaket, xuddi esini yo'qotgan odamdek bir qismi ruhi holatda. Tikendek yolg'izliqimda meni tashlab ketsang, men tirik o'lmamdim. O öz so'zidan qo'rqib ketdi-da, balaning qonsiz mangziga asta söydü. Ah, yana shu hol. Baladan dadasining hidi kelib turadi. Nazakatning ko'ngli Erkintay bilan ko'tariladi. Hozircha elitilla yolg'izlik his qilishga boshladi. Vahima, yolg'izlik tömürni dat yegandek uning jinini yemakda edi. O ağrıq azabı tartib atqan balasidek ingraydı. Köz yaşlarını möldürültüp töketdi. Kökrikini qandaqdır bir narsa mujivatqandek qiynalatdı. O baladan faqat köz üzməydi. Təlmürətdi. Köz içişini, anısığa qarışını tilaydı. Amma barğan seri ümitsizlənətdi. Erkintay, yalğızım, bağırım, közünü aç. Mən bir qanıtı sunğan quşmən. Senin mumana için ağırmandı. Nazaketning kichikkina laçini, yürek yarısının azabını besip turgan qo'zisi barğan seri osallab ketib baratdi. Erşidin bovay balaning yaxshi bo'lalmaydiganligini jazmlashtirgan bo'lsa-mu, bu haqda nazokatga tish yerib bir nima demadi. Ko'ngilga kelgan hamma gapni davargili bo'lmaydi-da. Bala arlıqda bir qitim ko'zini ochgan va anasiga kulimsiraganda qaragan. Shu chaqda nazokatda umidmi paydo bo'lgan. Lekin hayal qilmay uning yana ko'z yumishi va nafas elishinin suslab ketishi uningda paydo bo'lgan umidni xuddi tez yenib o'chgan mangan o'tidek yo'q qilib etdi. Dadısıga o'xshash chiroyliq, qo'shima qash Erkintay anasining ko'z yeshiga, yolvurishlariga, ahu faryodiga qaramay hayotdan mangu ko'z yumdi. Shuning bilan nazokat ikki qanotidan ayrilgan qushdek shumshiyib qoldi. Balaning qazo qilishi bilan nazokatning shurikida uning dadisiga yoshirin saqlanib atgan muhabbatmi qazo qildi va
Onun muhabbetten hiç nima kalmagan yürekiga yakka yeganılık azabı közge görünmez yığını bolup sançılışkı başladı. Wow. Davamlaştıraylı. Miskin hayat şük urup ketken gülge oxşadı. Nazakette ne tetikliktin, ne güzellik yığıp turadigan çırayidin qılça eser kalmagan. Hemişe ötkür ve taza nur tökülüp turadigan közümü xiraleşken. Bir yerde oltursa keşkiçe orundan turmaydigan bolup kalgan edi. Nazaketdeki bu özgürüş, bu çıdıgısız cimgur halet Erşidin bobayını çoğunqur azapkı salattı. Kızım, deydi o bäside. İnsanның körginedin körmegeni köp. Azap, elem, nadamet bizge uzaqdan beri hemrah. Bu sizgile kelip atqanı yok. Avu qoşnimiz külgünçek ayalının derdini sorap beqinga. Tağdek turuptu. Eri törmede ölgen. Dadısını çeyrikler urup öldürüp etken. O derdini içige yutup bilindirmey yürüdü. Bulmasa onun çöçüredek töt balasını kim bakıdı. Sizdeki yaşınız, ömrünüzü asırışınız gerek. Adam kaygının emas, ümitinin bendisi buluş gerek. Zaman tevrinip kaldı. Yaxşı günlerini kelmeydi o dep kim eyti alaydı. Yaxşı günlerini ümit kılış gerek. Şundak günler kelse siz mu bəxtinizni, hoşallıqınızını yani tepişiniz mümkün. Eyle tilla töküşüp ketsiniz bolmaydı kızım. Yaxşı söz taşını ertidi deydi. Qolu işqi barmas bolup, hemme nersidin köngli sovup, ün-tünsüz yürüşni halap kalgan nazaket, goya qaytadan can kirgendek tirildi. Tirildi-yu, kitap oqışqa berilip ketdi. Berilgendi-mu, qattiq berildi. Ne gündüz, ne keche onun qoludan kitap düşmeydigan boldu. Bazı keçeleri hayacanlanıp, oylığı yugurip çıkarttı. Sehirlik asman boşluğa qaldı. Yıldızlarga çikiletti. Birer şapini kütkendek şamalının şıvırlaşlarına kulak salattı. Oy xiyallarga patlattı. Kümüşnün takdiriga için attı. Tünədin jirgin etdi. Retanın hayat yoludun təsirin etdi. Nozugumның qiliç aldıda baş əgmigellikidin ruhlun attı. Amma Kuddus esiga kelsila, dertleri yana qozg'ulup, bir qismi bolup qalatdi. Köyetdi, yanatdi, azaplanatdi. Odinchi ayının ahırlarga kelgende, Erşidin bobayının hoylisi, beği körümsiz tüsüp kirip qaldı. Bu köngülsiz mezgil nazaketinin köngülini yerim qılalmay qalmadı. O her günü sargaygan yopurmaqlarının bergedin üzülüp düşüp atqanlığını körgende, xuddi jüriki beğişidin üzülüp düşüp atqandek boladı. Erik boyudaki solaşkan güllerini özüge qiyas qıladı. Ulardın ne çaknaş, ne kişinin zoqunu qozgaydigan körkem halet, ne yıqımlık puraqlardan qılçımı eser qalmıgan idi. Yazıca çaڭıldap sayragan nəğmiçi quşlar ne hakikatkendi. Bağ içi nazaketinin sadasız könglige oxşattı. Qurugan yopurmaqlar muңluk şıldırlaydı. Açıq şamallar şıvırlaydı.
ana. Güller tövüne tatılap, aram vermeydiğen tinimsiz çartoğu bir putlanıp tomuşqını içigi tıkıp xuddi nazaketdek şümşiyip kaptı. Qızıl xorazmı tötünləşdin qalğan. Kənci çöçülərmi anasının qanıtı astıdın çıxalmaydı. Köngülge aram berdiğen nemi var? Kitapçı. Yak. Kitap oquşqa ündeydiğen zoqlarını açıq şamalları uçurup ketken. Tabiatning bu körünsiz mezgili nazaketning untuşqa kirişip atqan həsretlik ələmlərini qayt qozqab qoyğan. Tova dep azaplanatdı o. Men kişilerinin zulüm zorluklarını, peskeşlik ve yavuzluklarını cıq görgen. Bırak töhmet kılışlarını, hürmetke layık işini dağın adamlarının, yeni gelip senin beşini sılığan adamlarının töhmet kılışlarını görmek dikenme. En söyümlük adamımның, menin ömürlükümның aşı töhmetlerge işini tixim oylamak dikenmen. Dünyada haq bilen nahaq, işenç bilen işençsizlik, töhmet bilen hakikat haman pille yaşaydiken. Bunu görmeslik, bilmeslik, külkünü görüp zəhərxandlikni görmeslik, şekerini bilip zəhərini bilmeslik bilen beraber iken. Oyla, çoğunquru oyla. Ademlerge taza sınçılap qara, zən koy, etrafınğa bak nazaket. Nazaket sarğayğan kava barınğanın astıda şümşüyüp oldurğanda taladın Ərşidin bovay kirip geldi. Bovayның çırayıda kündikidin başqıça halet öz yaşığa münasip bolmağan tetiklik, cebdeslik yığıp duratdı. Qoluda bir vara qağız pulanlaydı. Mavını oqun kızım, dedi o nazaketnin yeniği kelgende. Biri acayip əngüşlər tepib aldık. Oqun kızım, mavi karametini gördünüz mü? On anlığandın bir görgen əla. Kimdi o biri bunu Sadır Əpəndinin qorosuna taşlap ketipdi. Nazaket orundan ittik turdu. Bovayның xat keladigan adamı mı yok edi? Bunu kim taşlap ketkendi? Quddusning xitimi ya? Onun bütün əzayı bədəni titrəb, közlərdən ot yenib ketkendek boldu da, titrəb atqan qolunu bilip bolmaz ümit bilen xatga asta sundu. Ünlük oqun kızım. O oquşqa kirişdi. Bir vara qağazga munu qurlar tızılğanı. Qeyrindaşlar, Gomindangның şapqasiz zulümü çıdap turğusuz dərəcəyə yetdi. Beşimizni kötürüp zoravallıqqa qarşı turduğan vaqt geldi. Başını kötürüş qozğılış demektir. Qan tökmey azatlıqqa çıqqılı bolmaydı. Düşməndən qorxmasligimiz kerak. Ata-bovalarımız və əcdadlarımızın qahramanlıqni və erkinlikni söyüş ruhi bizni ilhamlandırmaqda. Her millet xalqi bir niyet, bir arzu yolida köreşke atınlaylı. Düşmən məğlubiyetlik günleri qancha yıqıllaşqan seri şuncha tipirlamakta. Yavuzluqның kündün künge işib atqanlıqı yavuzluqның yo'qolishidan bisharat bermekte. Nilq qo'zg'olonchilarning Gomindan qo'shinlarini türkümlab yo'qitishi buning isbot. Düşmən halaketlik taqdirdan hergiz qechib qutulolmaydi. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Qo'zg'alayli, qeyrindoshlar. Azatlık sepiga uyuşayli. Qo'limizga qoral alayli. Yo'qolsin Gomindan, yaşsın inqilab. Azatlık ittifoqi. Nazaket xatni o'qivatqanda Ərşidin bovay onun çırayıda xeyli günlərdən beri əks etib turğan məyuslik, g'amkinlik alametlərinin barğan seri yo'qolub, hayacanlıq his tuyğularının qozğulub atqanlığını görgen bolsa, xatni o'qib bolğanda onun da
hech qachon ko'rilmagan bir ruhiy holatni. Pildirlab qolgan ko'zlarining yenib, yuzlarining o'ppida o't olganligini aniq ko'rdi. On anlagandan bir ko'rgan a'lo degani mushu qizim. Ne vaqtdan beri qilmishmish gaplar endi rastga aylandi, dedi Arshidin bobay jallanib. Nazokat yo'g'on ichilgan ko'zlari bilan bobayga tikilib qaradi. Biroq shuningdan keyin Nazokat jimib ketdi. Kitobni o'qimas bo'ldi. Ko'rashga chaqirg'uchi maxfiy tashkilot Ozodlik ittifoqi uning qalbiga qandoq o'tlarni yoqdi. U nimalarni o'ylab, qandoq kuchning ta'sirida azoblik to'lqinib o'tdi. Buni hech kim bilmaydi. Lekin bovayning sinchi ko'zlari bara-bara Nazokatning qalbida qandaqdir bir yo'shirin o'tning paydo bo'lganligini, bu o'tning uni hamon ko'ydirib atganligini bayqab qoldi. Qizim, shuk bo'lib ketdingiz-ku, dedi Arshidin bobay bir kuni. Ozodlik ittifoqi degan xufiyona tashkilot ta'mimcha sizni o'yga selib qo'ydi-ku deyman. Uni izlab topaydamsiz nima? Og'zingizga qand jinim bova. Nazokat qafasdan qutulgan qushdek yayrab ketdi. Mening azoblarim, yurak dardlarim shu tashkilotni topsam unutilib ketadi. Nazokatning nozik kirpiklariga yosh elindi. Uning hayajonlangan yuragi ko'krak qapiziga dammo-dam to'xtamay urilmoqda edi. U yerda emas, ko'kda turgandek, qayerdadir yiroq bir yerda tavrab ketgan odamlar to'pi uni chaqirib atgandek, tog' tarafga tikilib, intilib turadi. Uning namlashgan ko'zlarida ma'yus nurlar yetgan. O't olgan yuzlarida shodlik ushqunlari chaqnab ketgan edi. Bovay uning shu holatidan hayajonlandi. Bering, izdan, teping qizim. Zulmga, tengsizlikka bosh ko'tarib chiqqan Moyimxonmi sizga o'xshash bir qiz edi. Sizmi Moyimxondek g'ayratlik, jur'atlik bo'ling. Menmi sizga hamdam bo'laman. Bova, ko'nglimdikini topgan bova. G'ayratlik so'zlaringizdan oylanay. Hayajondan o'zini tutib olmagan Nazokat Arshidin bobayni quchoqlab oldi. Uning ko'z yoshlari taramlab to'kilishga boshladi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qiylik. Davomiga diqqat bergaysiz. Xayr, xo'sh, omon bo'ling. Quyosh o'ltiray deb qoldi.